O'rtoq qo'l ko'tarishini tushuntiraman endi. Har kim har xil tilda tushunadi. Masalan, inglizcha tushunadi, nemischa tushunadi, o'zbekcha tushunadi. Kim qaysi tilda tushunsa, o'sha tilda tushuntirishadi. Demak, siz variantlarni aytaman. To qo'l ko'tarmaguncha nimanidir tushunmasak, ungacha ham bizga signal beriladi. Biz tushunmadik-da, qo'l ko'targandan keyin tushundik. Ana shu tilda tushuntiriladi. Biz tilimizni o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni og'riqsiz tushunishga o'tishimiz kerak. Misol uchun, farzandingizga choy olib kel menga dedingiz. Birinchi yaxshi gap, bolam choy olib kelmadi. Choy olib kel, sal balandroq. Choy olib kelasanmi? Keyin baqirdingiz. Mana, ko'rdingiz, u qanaqa tushunsa, o'shangacha tushunmadi. Baqirmaguningizcha tushunmadi. Nimanidir otib yubormaguningizcha tushunmadi-da. Sizga shunaqa tushuntirish. Keyingisi,